Timur Kapadze O'zbekiston futbolining yangi avlodi uchun umid ramzi. U nafaqat sobiq futbolchi, balki murabbiy sifatida ham o'z davrining eng istiqbolli mutaxassisi sifatida gavdalandi. U shu paytgacha o'zi ishlagan jamoalarni yangicha ruh bilan maydonga olib chiqdi. Taktika, jamoaviylik va ishonch Kapadzening asosiy ish qurollari bo'ldi. Afsuski, kuni kecha Kapadze terma jamoamiz shtabini tark etdi. Bu yog'iga Kopa bosh murabbiy sifatida faoliyatini davom ettirmoqchi. Kelajakda 44 yoshli Kapadze Osiyoning eng kuchli murabbiyiga aylanishiga hech qanday shubha yo'q. U yosh futbolchilarga ishonadi, ularni maydonda o'sishiga imkon beradi. Bemalol aytish mumkin, Kapadze O'zbekiston futboliga yangicha qon olib kira olgan shaxs. Kapadzega xorijdan, jumladan Indoneziya terma jamoasidan va shuningdek vodiy klublaridan takliflar borligi ma'lum. Sizningcha sevimli murabbiyimiz faoliyatini qayerda davom ettirgani ma'qul? Buni izohlarda yozib qoldirasiz. Ustozimiz Xayrullo Hamidov aytganidek, bir kun Kapadze terma jamoamizga yanada kuchliroq, tajribaliroq bo'lib qaytadi va qachondir biz albatta Kapadze boshchiligida Jahon kuboklarida ishtirok etishdan umidvormiz. Kuni kecha biz Timur aka bilan bog'landik va faoliyatini qayerda davom ettirishi bo'yicha savol bilan yuzlandik. Ma'lum bo'lishicha, Timur akaga ko'plab takliflar bor. Yuqorida aytganimizdek, Indoneziya terma jamoasining murabbiyimizga taklif bilan chiqqani haqiqatga yaqin. Undan tashqari vodiy klublarining ham 44 yoshli mutaxassis xizmatlariga ehtiyoj sezayotgani sir emas. Ma'lum bo'lishicha, hozirda Neftchini chempionlik sari yetaklayotgan murabbiy Vitaliy Levchenko Farg'ona klubi bilan shartnomasini uzaytirish arafasida. Boz ustiga jamoa O'zbekiston chempionatida g'olib bo'lsa, 53 yoshli mutaxassisning Farg'onani tark etishi reallikdan ancha yiroqlashadi. Kapadze oldidagi navbatdagi variant esa Namanganning Navbahor klubi. Jamoa katta ehtimol bilan mavsumni Superliga turnir jadvalining ekvatorida yakunlaydi. Bu degani biz ko'rib o'rgangan Navbahor, ya'ni doim chempionlik kurashiga intiladigan lochinlar yangi mavsumda katta o'zgarishlar qilish ehtimoli yuqori va tabiiyki Navbahor Timur Kapadzeni murabbiylik postiga taklif qilib ko'rsa kerak. Bu yog'ini vaqt ko'rsatadi. Kapadze oldidagi 3-variant bu Andijon. O'tgan yili o'zbek futbolida katta furor ko'targan jamoaning bu mavsum ishlari unchalik yurishmayapti. Ultrasburgdek kuchli muxlislar jamoasiga ega klub futbolchilarining maydondagi ishlarini maqtash biroz qiyin masala. Andijon Superligani yuqori 10likda yakunlasa ham katta gap. Jamoada ikkinchi front ham borligini yaxshi bilasiz. Osiyo Chempionlar Ligasi ikkinchi musobaqasi. Biroq Maksim Shatskix shogirdlarining bu turnirda ham omadi kelayotgani yo'q. 4 turdan keyin jamoa hali g'alaba qozonmagan. Duranglar seriyasi evaziga 4 ochkoga ega. Ammo eng qizig'i, andijonliklar xalqaro musobaqalarda ham O'zbekiston sharafini uzoqroq himoya qilish imkoniyatini saqlab qolayotgan yagona klub bo'lib turibdi. Jamoa oldida hali 2 o'yin bor va bu o'yinlardagi natijalar Andijonning guruhdan chiqish yoki chiqmaslik masalasini hal qiladi. Ko'p ehtimol aynan Osiyo Chempionlar Ligasidagi natijalar ham Maksim Shatskixning klubdagi kelajagini belgilab beradi. Viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov esa keyingi yil Andijon Superligada chempion bo'lishiga va'da berib qo'ygan. Tabiiyki, bu va'daning kuchida jamoada baribir katta o'zgarishlar yuz bersa kerak. Jumladan murabbiy masalasida ham. Kapadze oldidagi 4-variant bu xorij. Ko'p ehtimol Indoneziya terma jamoasi. Kanalimizning Instagramdagi sahifasida Timur Kapadze haqida joylangan videoda yuzlab indoneziyalik muxlislar murabbiyimiz haqida ijobiy izohlarni yozmoqda. Kapadzeni o'z vatanlari jamoalari murabbiyi sifatida ko'rishdan mamnun bo'lishlarini bildirmoqda. Xullas, Kapadzening Indoneziya terma jamoasida ishlash-ishlamasligi Indoneziya tomonining yakuniy qaroriga bog'liq. Kapadzeni klublar bo'yicha yaxshi tajribasi bor. U Lokomotiv va Olimpik klublaridagi ajoyib faoliyati bilan muxlislar yodida qolgan. Terma jamoalarda ishlash bo'yicha tajribasini gapirmasa ham bo'ladi. Xullas, biz katta ehtimol bilan 2026-yilda sevimli murabbiyimizni yana bosh murabbiylik lavozimida qaysidir jamoada ko'ramiz. Bu qaysi jamoa bo'lishi esa vaqt masalasi. Bugun futbol sahifasiga obuna bo'ling, video mavzusi borasida izohlarda fikrlaringizni yozing.